Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemize başlayımız. Washington'da Prezident Obama ile Cumhur'un reisi Xi Jinping'in sohbeti ahırlaştı. Biz bugün şunun münasebetlik sözleyimiz. Prezident Obama ile reis Xi Jinping sohbeti ahırlaştı. Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti bilen Cumhur Halk Cumhuriyeti hükümeti o'rtadagi ixtiloflarni hal qilish orqali ondan hamkorlashishga qasamyod qildi. Yoki badi. Mavzulu xabar 9 ayının 26 günü Amerika ovozinin Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Obama Cumhur'un reisi Xi Jinping o'rtadagi ixtiloflarni hal qilish orqali ikki taraf munosabatini kuchaytirganligi to'g'risida qasamyod qildi. Yoki va'da berishdi. İki devlet rehberlerinin 2 günlük sohbeti Cuma günü ahırlaştı. İki devlet rehberleri Prezident Obama ve Reis Xi Jinping akli mülk ve soda sahasında üstünlük qoğuluşup, toğır bitide elip berilgan her xil ve her şekillik oğurluk hareketlerini çekleşke birde koşuldu. Prezident Obama mındak görsetti. Bu ilgirleş, bu bir ilgirleş. Lekin şunu ta'kidlaymiz ki, bizning xizmatlarimiz texi tamamlanmadı. Men şunun ishonamanki, biz bu sahadagi hamkorlikni kengaytimiz. Amerika Qo'shma Shtatlari ishlatishga bo'ladigan barliq vositalarni ishlatib, Amerika shirkatlarini qo'g'daymiz. Amerika fuqarolari va Amerikaning davlat manfaatini qo'g'daymiz. Cumhur'un reisi Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Cumhur tor betlarda ve tor betleri orqali iqtisodiy tijorat sohasida maxfiy o'g'irlik qilish, har shakillik hakkerlarning hujumlariga qat'iy qarshi turamiz va zarba beramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari bu jihatda diqqat qilyotdi. Biz hozirgi yo'limiz orqali diqqat qiladiganligimizni bildiramiz. Cumhur taraf, Amerika tarafning bu masala bo'yicha bizga yetkazgan uchurlarga astoydil muomala qilamiz. Biz kelgusida adliya organlarimiz orqali bu masala bo'yicha aloqalashish va kelishib turishni saqlab qolamiz, muvofiq bartaraf qilamiz. Yuqorqisi Reis Xi Jinpingning so'zlagan so'zi. İki rehber, iki devlet rehberi Prezident Obama ve Reis Xi Jinping kişilik hukuk meselesi de ko'ngillik bilan muhokama elib bordi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Obama 2 kunlik suhbat oxirlashgandan keyin Reis Xi Jinpingga davlat ziyofati berdi. Ziyofat iki davlatning do'stligi va iki davlat xalqining turmushini yaxshilash uchun qadah ko'tarishdi. Haftanın 6. günü Reis Xi Jinping Birleşken Devletler Teşkilatı'nın terakkiyatını davamlaştırış hukuku derlikler yığında nutku sözleydi. Prezident Obama haftanın 1. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 70. qatimliq çoğun yığınında nutku sözleydi. Tebrikleymiz Prezident Obama. İki devlet avval ixtiloflarni hal qilib, ondan hamkorlashadigan qasamyodni tebrikleymiz. Hem Reis Xi Jinping'ni hem tebrikleymiz. Bu yerda gap Prezident Obama hazır o'ttirib qo'ygan eng muhim mesele evvel ixtiloflarni hal qilib, ondan keyin hamkorlashimiz. Cumhur hükümeti yaqindan bir tashabbusni, yangicha cho'ng davlatlar munosabatini o'rnatish tashabbusini, o'rtaq hamkorlashib, o'rtaq g'alaba qilish tashabbusini qarshilashmasa, to'qinishmasini o'tirib qo'yib keldi. Shart shuki, bu qatam Prezident Obama undaqda biz bu shartlarni ishga oshirishdan avval, masalan, hamkorlashni ishga oshirishdan avval o'ttirdik ixtiloflarni hal qilamiz. Bu ixtiloflar qaysilar vatandoshim yangidan o'ttirg'i chiqqan ixtilof Doğru bettirde Xitayning hakkerlarining o'g'irlik qilish masalasi. Koni ixtilof Janubiy dengizdagi masala. Anandagi yanama koni qadimiy ixtilof vaqtida Tibet masalasi, Tayvan masalasi, Xinjiang masalasi. Mo'shu ixtiloflar biz Amerika xalqining Prezident Obamaning budoqi g'ayratini tabriklaymiz
hem kollaymiz. Biz şunun işinimiz ki bu qatamqı bu sözün bu yoki bu ufqumning, bu siyosiy ufqumning o'ttirib qo'yilishi masalan, avval ixtiloflarni hal qilib, ondan hamkorlashimiz. Bu Amerikada siyosiy tafakkurning g'albisidir. Siyosiy mintaqaning g'albisidir. Bu navbatlik prezident Obamaning g'albisidir. Tabriklaymiz vatandoshim. Avval ixtiloflarni hal qilib, ondan hamkorlashimiz.